Koreya reabilitatsiyasi haqida yana aytib bering degan bemorlar uchun ushbu reelsni tayyorladik. Biz 1 oy davomida Kyonbuk universitetini Chilgok shifoxonasida bo'ldik va uni filiallariga ham borib kelishga ulgurdik. Biz asosan neyroreabilitatsiya, geriatriya hamda pediatriya bo'limlarida malaka oshirdik. Koreya reabilitatsiyasi menga juda ham yoqdi. Ayniqsa bo'lida har bitta bo'limda yetarli darajada malakali ergoterapevt, bundan tashqari LFK mutaxassislari bilan ta'minlangan va bu mutaxassislar har bir bemor bilan alohida ish olib borishar ekan. Bundan tashqari bemorlar kapelnitsa vaqtida bemalol ko'chada sayr qilishlari, LFK zallarida ishlashlari, hattoki ergoterapevt bilan turli xil mashg'ulotlar o'tkazishlari ham mumkin ekan. Koreya taomlari haqida aytilgan bo'lsa, bularning ovqatlari hammasi achchiq va har bir taom oldida albatta tuzsiz bo'lishi kerak ekan. Koreya reabilitatsiyasi ham xuddi Yaponiya reabilitatsiyasiga o'xshab ketar ekan. Bularda ham har bir bemorga erta reabilitatsiya boshlashadi. Ya'ni bemor og'ir holatda bo'lsa ham bemalol o'sha maxsus qavatlarga yotqizib, LFK zallariga olib chiqib, ular bilan kerakli bo'lgan mashg'ulotlar o'tkazilar ekan. Nima deb o'ylaysizlar? Reabilitatsiya markazlarida eng asosiysi nima? Remont, malakali shifokorlar, texnika yoki taomlama? Kommentariylarda albatta yozib qoldiringlar. Bu men uchun juda ham muhim.